Salom do'stlar, sizlar bilan doktor Oybek. Bugun birgalikda tishlar o'ta sezuvchan bo'lgan insonlar, issiq, sovuq, hattoki shirinlik yesada sezadigan insonlar qaysi turdagi tish pastasidan foydalansam sezuvchanligim kamayadi degan savolga birgalikda javob qidiramiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi Sensodyne tish pastasi. Sensodyne tish pastasi tish sezuvchanligini kamaytiradigan, hattoki yengil turdagi sezuvchanlikni yo'qotadigan tish pastasi hisoblanadi. Uni tarkibiy qismlaridan asosiy tarkibiy qismi kaliy nitrat hisoblanadi. U asab tizimlarini bloklab, og'riqni kamaytiradi, og'riqni yo'qotadi va stronsiy asetat tarkibidagi stronsiy asetat tish emallaridagi yoriqlarni yopib, uni sezuvchanligini kamaytiradi. O'zi nima uchun tishlarimiz sezuvchan bo'lib qoladi? Ana shu savolga keling javob qidiramiz. Eng katta ta'sir qiladigan narsa bu ovqatlanayotganda issiq va sovuq mahsulotlarni aralashtirib birgalikda iste'mol qilish. Tishlarimizni emallarida yoriqlarni keltirib chiqaradi. U yoriqlar natijasida tishlarimizda sezgirlik paydo bo'ladi. Uning Sensodyne tarkibidagi natriy ftarid bu tish pastalarining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Nimaga? Ftor tishni emalini mustahkamlaydi va ularda karies kelib chiqishligini oldini oladi. Sensodyne tarkibida ham natriy ftarid mavjud. Asosiy tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Sensodyne boshqa tish pastalariga o'xshash xushbo'y ta'mli, xushbo'y hidli, bundan kundalik tarzda ham foydalansa bo'ladi, lekin tishlari o'ta sezuvchan bo'lgan insonlar bundan 2 hafta davomida foydalansa tishlardagi sezuvchanlik kamayadi. Tishlarni sezuvchanligini bu davolaydimi yoki uni sezuvchanligini vaqtinchalik to'xtatadimi degan savolga Sensodyne tishlarni sezuvchanligini kamaytiradi, hattoki yo'qotadi, lekin davolamaydi. Chunki davolashlik u shifokor stomatolog tomonidan amalga oshiriladi. Chunki sababchi omil tishlardagi yoriqlar bo'lishi mumkin. Ularni plombalash kerak yoki rem terapiya qilish kerak bo'lishligi mumkin. Lekin ulardagi sezuvchanlikni vaqtinchalik to'xtatib turadigan narsa bu Sensodyne tish pastasi hisoblanadi. Sensodyne tish pastasidan kundalik foydalanish mumkinmi degan savolga albatta ha. Sensodyne tish pastasida kundalik ishlatiladigan tish pastasini o'rnida foydalansangiz bo'ladi. Bu tishlaringizda mustahkamligini oshirib, sezuvchanlikni oldini oladi. Mana bu issiq, sovuqni sevuvchi insonlar bundan muntazam ravishda foydalanishlik tavsiya etiladi. Siz har doim bundan foydalanasiz, tishlaringizda sezuvchanlik kelib chiqishiga oldi olingan hisoblanadi. Tishlarimizni sezuvchanligini yana keltirib chiqaruvchi asosiy sabab bu tish toshlari hisoblanadi. Men ko'p joyda bu narsani takrorlayman. Nimaga? Tish toshlari milklarda qonlanishligini buzadi. Milk bilan suyak pastga qochgandan keyin tishni bo'yin qismi ochilib qoladi. Tishni bo'yin qismi sezuvchanligi yuqori qism zona hisoblanadi. Sezuvchanligi yuqori bo'lgan zona hisoblanadi. Ular ochilib qolgandan so'ng tishlar sezuvchan bo'lib qoladi. Uni hech qanaqasiga plombalar bilan, hech qanaqa bir tish pastalari bilan uni davolab bo'lmaydi. U doimiy ravishda sezib yuradi. Sensodyne yordamida vaqtinchalik siz sezuvchanlikni yo'qotib turishingiz mumkin, lekin doimiy ravishda u yo'qolmaydi. Yo siz koronka qo'yishingiz kerak bo'ladi yoki milklarni o'stirish kerak bo'lib qoladi. Ana shuning uchun tish toshlaridan har 6 oyda tozalatishlik sizga tavsiya etiladi. Milklarni parvarish qilsangiz, sizda yuqorida aytilgan tish sezuvchanlik degan tish toshlari sabab bo'ladigan tish sezuvchanlikni oldini olgan bo'lasiz. Keling unda Sensodyne tish pastasidan birgalikda foydalanib ko'ramiz. Sensodyne tish pastasini ham tarkibiy qismlari turli xil bo'ladi. Ftor tarkibli, bez ftor tarkibli yoki qandaydir qo'shimcha komponentli tish pastasi hisoblanadi. Siz u komponentni o'qib, agar siz uchun kerakli bo'lsa, ana o'sha turini olib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sensodyne tish pastasi yaqinda tish plombalarini qo'ydirgandan nervlar ba'zi holatlarda saqlanadigan tishlar bo'ladi. Sizda tish kovagi rivojlangan, uni tozalatgandan so'ng nervlari saqlanib qolgan tishlar ba'zi holatlarda sezuvchanlik boshlanadi. Ana shunday holatlarda ham Sensodyne tish pastasidan foydalanishlik sizga tavsiya etiladi. Xo'p, bunda keling birgalikda foydalanib ko'ramiz. Quyuq, juda ham quyuq, suyuq, oquvchan emas, quyuq ekan mana. Ozginagina olamiz, foydalanib ta'mini, hidini
va birgalikda baho beramiz. Mana. Unda men tishimni yuvib kelaman va o'z xulosalarimni siz bilan bo'lishaman. Sensodyne tish pastasi menga juda ham yoqdi. Ta'mi ham xushbo'y, yumshoq. Qaysi ma'noda yumshoq? Tishlarimni yuvayotganimda hech qanday bir tahir ta'mlar yoki bir davolovchi tish pastasiga o'xshamaydi. Kundalik ishlatsa bo'ladigan tish pastasi kabi menga juda ham yoqdi. Xulosa o'rnida aytamiz, Sensodyne tish pastasi kimlar uchun tishlari shirinlik, issiq va sovuq mahsulotlariga o'ta sezuvchan bo'lib qolgan insonlarga Sensodyne tish pastasidan foydalanishlik tavsiya etiladi, lekin bu unutmangki davolamaydi. Bu simptomni yo'qotadi, kamaytiradi. Ya'ni o'sha og'riq simptomlarini vaqtinchalik to'xtatib turadi. Sezuvchanlikni vaqtinchalik to'xtatadi. Sezuvchanlik natijasida og'riqni to'xtatadi, lekin davolamaydi. Davolanishlik uchun siz stomatologga murojaat etishligingiz va asosiy sabab nima bo'lsa, ana o'shani yo'qotib, batamom tishni sezuvchanligini davolashlik sizga tavsiya etiladi. Ma'lumotimiz siz uchun foydali bo'lsa, like tugmachasini bosishlik unutmang. Izohlarda o'zingizni, fikringizni yozib qoldiring va kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha tabassum qiling. Tabassum sizni aslo tark etmasin. Salomat bo'ling.